Assalomu alaykum. Kasal bo'lib, ishtahangiz bo'lmay, holsizlanib, qo'yningiz nimadir tusayotgan bo'lsa, nim tatir achchuq hamma masalliqlari dona-dona bo'lib pishadigan ruletli, immunitetni ko'tarib, quvvat beruvchi mazali sho'rva tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi bo'lib qo'y go'shtining qo'rg'ali qismini pishganda titilib ketmasligi uchun shunaqa rulet qilib, ip bilan o'rab tayyorlab olamiz. Sho'rvamiz shirali va yana ham mazali bo'lishi uchun qo'y go'shtining to'qiligi va kachalkasini ko'rsatilgandek qilib bo'lib olamiz. Tayyor bo'lgan go'sht qozonga solib, to'ldirib suv solib, ko'piklari to'liq chiqquncha qaynatib qo'yamiz. Bu orada shunaqa mayda piyozlarni ipdan o'tkazib olamiz. Shunda pishganda ezilib ketmaydi. Bir dona piyozni po'stlog'i bilan qoldirsanglar, sho'rvaning rangi chiroyli va yana ham foydali bo'ladi. Chiqqan ko'piklarni tozalab olgandan keyin piyoz, qora murch, barbaris, zira, tuz solib 2 soat past olovda miltillatib qaynatib qo'yamiz. Bu orada bulg'or qalampiri, sabzi, sholg'om, sarimsoq piyozni ipga o'tkazib olamiz. So'ng 2 soat qaynagan sho'rvani ustiga solib, ko'katlab, 1 dona pomidor, 2 dona qalampir solib, yana 1,5 soat past olovda qaynatib qo'yamiz. Ovqatimizni bezatish uchun o'zim ishongan Rozmetov brendining shunaqa mazali suvli qazilardan kesib tayyorlab olamiz. Sabzavotlarni shunaqa ipga terib pishirsanglar, suzganda ham oson, ezilib ketmaydi. Mehmonlarga ham chiroyli qilib tortsangiz bo'ladi. Ushbu retseptni ko'rib turganingizdek go'shtlar xil-xil shirali bo'lib chiqadi. Sho'rvalar shunaqa tillarang bo'lib, masalliqli ezilib ketmasdan dona-dona bo'lib chiqadi. Suzayotganda sho'rvani kosaga solib, ustidan sabzavotlar shunaqa xil-xil bo'lib chiqqan go'shtlarni solib, sho'rvani ichiga iligini qoqib, ruletni orasiga qo'rg'alarni olib tashlab, pare shaklda kesib, sho'rvani ustiga qo'yamiz. Tabga qarab ko'katlab, murchli piyoz, boya kesib tayyorlab olgan qazimizni solib bezatamiz. Sizga ham xuddi shunaqa tayyorlab berishlarini istagan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman.